Assalomu alaykum mahalladoshlar. 2026-yil 16-fevral Jizzax viloyati Arnazay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan bir xonadon Marg'ilonli jome masjidi. Mana kecha yaqinda bir do'stimiz $100 shu masjidimizda qurilish va obodonlashtirish ishlari uchun yordam qilgan edi, ehson qilgan edi. Rahmat shu do'stimizga. Shu $100 pulimizga Sherzod xorma. Bir do'stimiz $100 ajratibdi Sherzod. Shu $100 bir qismiga shkaf yasatamiz deb zakaz berib qo'ydik imomxonaga. Kitob javoni. Mana qolgan qismiga mana bunday velosipedlar turadigan yasatyapmiz. Mana ertaga taroveh namozlarida velosipedlarda, veliklarda insonlar kelib qator qilib chiroyli qilib qo'yishadi. Sherzod 5 metrlik yasatyapmiz. Jami 36 metr profil olib keldim. Do'stlik shahardan. Mana shunda veliklarda tartib bilan qo'yiladi. Bitaversin, xudo xolasa. Velosipedlarda taxlab, chiroyli qilib qo'yiladi. Mana bu tomonda mana Ramazon oyiga tayyorgarlik, taroveh namoziga tayyorgarlik, pajarni kelib, yo'q-yo'qlarni ko'rib, xavfsizliklarni ko'rib ketyapti. To'qqizta velik tushadimi shunda, Sherzod? 9ta velik. Bemalol odam kirib chiqib joylashtiradi veligini, ha? Mana shunday 9ta velik ketadigan joy yasalayapti. Sherzod ukamiz xizmatda. Alloh rozi bo'lsin. Hozir orqangi stoykalarini qotirib chiqyapsiz-da, orqangi. Diyarlik velo steyankamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Sherka, charchamayapsanmi? Ajoyib bo'lib qoldi lekin. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Bemalol tiqilib qolmaydigan qilib yasalyapti-da. Velo steyanka deymi, nima deydi buni nomini? Ana shu bir do'stimiz $100 masjidimizda qurilish va obodonlashtirish ishlariga deb pul bergan edi. Shu $100'imizda bir qismini mana Molla akani imomxonasiga shkaf, kitob javon yasatamiz dedik. Mana yana bir qismiga mana shunday materiallarni olib kelib velosteyanka qilyapmiz. Mana Sherzod ukamiz xolis xizmatda. Alloh rozi bo'lsin. Ajoyib bo'lib qoldi. Azroq ishlari qolibdi-da. Ana 2026-yil 16-fevralda mana shu velosipedlar turadigan maxsus profildan joy yasaldi. Alloh rozi bo'lsin Sherzod uka. Sog' bo'l. Boringga shukr. Ajoyib chiqdi.
8 ta velosiped qo'yiladi-da. Kechib qolishiga qaramay Sherzod ham bo'lib qo'yay deb harakat qildi. Rahmat Sherzod. Boringga shukr. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday bo'lib, velik turadi inshaalloh. Mana shunday turadi-da, mana har tomondan ushlab turadi, mustahkam turadi. Shamolda ham yiqilmaydi ekan. Mana. Endi ertaga nasib qilsa kraskalab, chiroyli qilib qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sherzod, senga ham alohida rahmat. Kasblaringga baraka bersin Alloh ishqilib. Xizmatingga rozi bo'l.